shu ro'yxatga qayta kirayotgan yoshlarni ko'ryapman. Xulosani shuning uchun faqatgina har bir bitta yozsa, agar siz o'zingiz kelajagingizga qarshi ishlayotgan bo'lsangiz, biz qanaqa buni ta'minlamaymiz? Bu yechimli emas. Madaniyat vazirni biriktirib berganlarni biz ishga oldik. Hozir bir nafar yoshlarimizga asbob uskuna hamda mehnat qurollari olib berildi. Vazirlikdan mahallaga degan tizim bugun haqiqatdan ishlaydi. Bo'ldi, rahmat. Bilasizlar, yaxshimisizlar? Ha? To'garakka qatnaysizlarmi? O'tirmagil tur, bir aylanib yur, vataningni ko'r, hammasi yangi, hamma sohada, moviy vohada, qil mushohada, surati yangi. Takror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizni bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Men yoshlar yetakchilari timsolida kelajak hokimlarni ko'ryapman. Vazirlarni ko'rmoqchiman. Yirik bank va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar liderlarini ko'ryapman. O'sha bularni ustozlarning davrida qanaqa qiyinchiliklar bilan, qanaqa og'ir sharoitlarda faoliyat yuritganini hammasini. Bu juda uzoqqa borish shart emas. Biz madaniyat sohamizda yaqingacha, hatto o'tgan yillarda ham muammolarimiz juda ko'p edi.